Toshkent kimyo xalqaro universiteti Namangan filialida stomatologiya sohasidagi muhim ilmiy amaliy tadbirlardan biri bo'lgan yosh stomatologlar uchun bilim, tajriba va yangi imkoniyatlar eshigini ochgan Dental Congress 2026 konferensiyasi bo'lib o'tdi. Mazkur anjuman kasbiy rivojlanishga xizmat qilishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Davlatobod tumanidagi yuksalish massivida faoliyat yuritayotgan Toshkent kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali bugungi kunda zamonaviy ta'lim maskani sifatida tobora rivojlanmoqda. Ilgari 5 ta bakalavr yo'nalishida kadrlar tayyorlangan bo'lsa, hozirda fakultetlar soni 38 taga yetgan. Shuningdek, 22 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha ham ta'lim jarayonlari yo'lga qo'yilgan. Ayniqsa, tibbiyot yo'nalishidagi islohotlar natijasida malakali kadrlar tayyorlash yangi bosqichga olib chiqilyapti. Bu esa yoshlarning sohadagi salohiyatini yanada oshirishga xizmat qilyapti. Vodiy Dental Diskussion klubi a'zolari bo'lgan yetuk stomatologlar ishtirokida tashkil etilgan seminar doirasida zamonaviy stomatologiyadagi innovatsiyalar, yangi usul va texnologiyalar haqida atroflicha fikr almashildi. Bugungi konferensiyamizdan maqsad yoshlarga zamonaviy stomatologiyaga oid bilimlarni berish, amaliyotimizda qo'llaydigan ko'plab uslublar, zamonaviy yondashuvlar va xatoliklarimizni bilim berish uchun kelganmiz. Hozirda Yevropada standartga aylanib bo'lgan izolyatsiyani kafirdan mavzusi va buni targ'iboti, plomblash, xuddi mana shuni yuqori darajaga olib chiqish. Bu hamjamiyatimizning maqsadi. Vodiydagi stomatologiyani zamonaviy darajaga olib chiqish. Bunda yosh doktorlar chet elda qanday davolash ishlari olib borilayotgan turgan bo'lsa, bizni Vodiyda ham, O'zbekistonda ham xuddi shunday sifatdagi davolash amalga oshirishimiz kerak. Sohadagi yangiliklar va bugungi tibbiyotdagi o'zgarishlar talabalarda katta qiziqish uyg'otdi. Faol va ko'tarinki ruhda o'tgan tadbirda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan batafsil javoblar oldilar. Bizning universitetimizda juda ham sharoitlar yaxshi. Bizning ta'lim olishimiz uchun, amaliyot qilishimiz uchun yetarli sharoitlar yaratib berilgan. Bu yerda olayotgan nazariy bilimlarimizni xususiy klinikalarga borib amaliyot olib boramiz. Buni ya'ni ko'zimizda ko'rib, o'zimiz o'rganamiz. Bugungi konferensiyamizda hozirgi zamonaviy texnikalar, bo'layotgan stomatologiyada rivojlanishlar, yangiliklarni biz bilan tanishtirishdi. Universitet yoshlarga oid davlat siyosati doirasida yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash, ularning ilmiy va amaliy salohiyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur ilmiy amaliy tadbirda Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlaridan 50 nafardan ortiq amaliyotchi, stomatolog shifokorlar hamda 250 nafardan ziyod talabalar ishtirok etdi. Bugungi seminarimizda hozirgi paytda dolzarb bo'lib kelayotgan fotoprotokol orqali ishlash, ortodontik davolashdagi zamonaviy usullar va apparatlar yordamida ishlash, diagnostikani zamonaviy usullari va shu bilan birga ildiz kanallari hamda tish olish jarayonlarini asoratlarsiz amalga oshirish bo'yicha ham turli xil ma'lumotlar orqali talabalarimiz fikr almashmoqda. Bu albatta ular uchun manfaatli va foydali bo'ladi. Toshkent kimyo xalqaro universiteti Namangan filialida o'tkazilgan Dental Congress 2026 nafaqat bilim va tajriba almashish maydoni, balki yosh stomatologlarning kasbiy kamolotida muhim qadam bo'ldi. Bunday ilmiy amaliy tadbirlar sohada raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, zamonaviy tibbiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.